inspeksiyamizni o'sha tasdiqlangan rejasiga asosan shu oqova suvlarni tozalash inshootlari, oqova suvlarni haydash nasos stansiyalarini doimiy nazoratda yo'lga qo'yilgan. Mana hozir navbatdagi nazorat tadbirlarini amalga oshirdik. Bu nazorat tadbiri Farg'ona viloyati Farg'ona suv ta'minoti aksioner jamiyatiga qarashli oqova suvlarni tozalash inshootida olib borildi. Biz nazorat ishlarini olib borishdan maqsadimiz shu oqova suv tozalash inshootiga kelayotgan oqova suvlarni tozalanish jarayoni o'sha belgilangan talablar asosida amalga oshirilyaptimi, shularda to'liq nazorat qilishdan iborat. Shuningdek, shu oqova suvlar o'sha ishlab chiqarish korxonalarida hosil bo'layotgan oqova suvlarni o'sha belgilangan o'zini talabi bor. O'shanga asosan ishlab chiqarish korxonalarining hududida lokal oqova suv tozalash inshooti qurilishi belgilangan. Sababi o'sha bu qaysi korxonalarga bu talab qo'yilgan? Asosan o'sha kimyoviy vositalar bilan ishlaydigan korxonalarga qo'yilgan bo'lib, sababi o'sha ishlab chiqarish korxonalarida chiqayotgan oqova suvlarni o'sha o'zlarining hududlaridagi lokal tozalash inshootida tozalamaydigan bo'lsa, u kimyoviy vositalar oqova suv tarmog'i orqali tozalash inshootiga kelib, bu yerdagi o'sha tozalash siklini buzilishiga olib keladi. Buni natijasida shu tozalash inshootidagi biologik usulda tozalash jarayonidagi tirik organizmlar, illar bor, bularning nobud bo'lishiga olib keladi. Illar nobud bo'lgandan keyin biologik tozalash jarayoni amalga oshmaydi. Buning natijasida oqova suvlar tozalanmasdan to'g'ridan-to'g'ri ochiq suv havzasiga tashlanadi va o'sha ochiq suv havzasidagi fauna va flora, ya'ni o'sha hayvonot dunyosi, o'simlik dunyosining nobud bo'lishiga olib keladi. Olib borilgan monitoringlar shuni ko'rsatyaptiki, hozirgi kunda o'sha endi ko'plab bizdan noto'g'ri bo'lar, lekin ayrim ishlab chiqarish korxonalari tomonidan tozalash ishlariga e'tiborsiz bo'lishlari natijasida o'sha korxonalardan chiqayotgan oqova suvlar belgilangan me'yorlar darajasida, ya'ni o'sha Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 3-fevraldagi 11-sonli qarori bor. Shu qarorda belgilangan me'yorlar darajasida tozalanmasdan oqova suv tarmog'iga tashlanish holatlari kuzatilmoqda. Misol uchun shu joriy yilning o'tgan davri mobaynida 11 ta ishlab chiqarish korxonalari tomonidan o'sha hosil bo'layotgan oqova suvlar belgilangan me'yorlar darajasida tozalanmasdan oqova suv tarmog'iga tashlangan holda aniqlanib, ularga nisbatan o'sha O'zbekiston Respublikasi tadbirkorlik subyektlarini qonuniy huquqlarini himoya qilish biznes ombudsmani xabardor qilgan holda tekshirishlar amalga oshirildi. Amalga oshirilgan tekshirishlar natijasida shu mansabdor shaxslarga nisbatan 50 milliondan ziyod ma'muriy jarimalar qo'llanildi hamda o'sha Vazirlar Mahkamasining 820-sonli qaroriga asosan kompensatsiya to'lovlari hisoblandi.